Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistondagi 8 tabiiy boylik keni kimosh qilib sotiladi ekan. Xalqaro qalamkashlar jamiyati Xitoy hukumatini turmadagi 11 nafar Uyg'ur adiblarini qo'yib berishga chaqirdi. Qatarda media shahri quriladi ekan. Uyg'ur do'g'abchilik madaniyatiga nazar. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə Xitayning Xinhua to'g'rida 30 may e'lon qilingan xabarda Sharq Turkistondagi tabiiy boyliqlar nazorati Uyg'ur rayonidagi strategik kon boyliqlar chiqadigan 8 konning ishlatish huquqini Xitoy miqyosida kimoshlik qilib setishga chiqargan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu konlar ichida G'arbiy Koilning Malkanson Margantis keni muba bo'lib, bu konning yillik ishlab chiqarish miqdori 10 ming tonnadan oshadigan bo'lib, Sharq Turkistondagi eng zo'r Margantis taraqqiyot bazasi ekan. Kimoshlik qilib setilgan konlar mis, nikil, qo'g'ishun, silanitis, yer issiqligi qatorliqlar bo'lib, bu konlarning setilish bahasi 800 million yuandan boshlangan. Xabarda aytilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari bundan avval 9 ko'mir kenining ishlab chiqarish huquqini kimoshlik qilib setib olgan ekan. Chet ellardagi kuzatuvchilar bu konlarning kimoshlik qilib setilishi deganlik ularning Xitoy shirkatlariga o'tkazildiganligi. Bu shirkatlarning ishkirdagi Xitoy ishchilarini akilib ishlatadiganligidan darak beradigan bo'lib, bular hammasi avtonomiya qonuniga xilof ahvollar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatiga tabi korxonalar va shirkatlar yillardan buyon Sharq Turkistonda turli tabiiy boylik konlarini ichib bo'lib, bu xil konlarda xizmat qilgan asosiy ishchilar va texniklar yerlik xalqlardan bo'lmasdan Xitoy o'lkalaridan kelgan Xitoy ishchilar ekan. Xitoy shirkatlari ichib tabiiy gazliklar va neftliklarning ishchi xizmatchilarining mutlaq zo'r qismi Xitoylar ekan. Ichilib bu tabiiy boyliklardan shu yerdagi aholining naf olish cheklamiga uchirgan. Kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan yana bir masala bo'lsa, muhit omili bo'lib, bu konlarning bo'libmi silanitis konlarining qazilishining odatda muhitga keltiradigan ziyni intayin og'ir bo'ladi ekan. Bosh shtabi Londondagi xalqaro qalamkashlar jamiyati turmadagi yozuvchilarni qo'g'dash komiteti bilan mazkur jamiyatning tarmoqidagi Uyg'ur qalamkashlar markazi 2018-yil avgustdan boshlab Xitoy hukumati tomonidan nohaq tutqun qilingan va jazo berilgan Uyg'ur yozuvchilarining dilosini birlikda ishlashni boshlagan edi. Yarim yildan ko'proq vaqt izlanish va hamkorlash natijasida xalqaro qalamkashlar jamiyatining 2018-yillik mahbuslar tizimligini e'lon qilib, bu tizimlikning Osiyo va Tinch okean bobining 39-betida Rahila Davud, Abdukerim Rahman, Chimangul Avut, Ablajan Avut, Ayub Abduqodir Jaloliddin masalasi. 61-betida maxsus turmadagi Uyg'ur yozuvchi, akademik, shoir va adiblar haqida tafsili to'xtalgan bo'lib, burun qo'lga olingan Ilhom To'xti, Ömerjon Hasan Bozqir, G'ayrat Niyoz, Gulmira Imin va 2018-yilning oxirigacha qo'lga olingan Rahila Davud, Abduqodir Jaloliddin, Yalqin Ro'zi, Chimangul Avut, Abdurahmon Abay, Abdukerim Rahman, Ablajan Avut qatorliq jami 11 nafar Uyg'ur ziyolilarining ahvoli tunishtirilib, Xitoy hukumatini ularni qo'yib berishga chaqiriq qilgan. Dokladda mazkur tashkilotga a'zo bo'lgan 145 davlat va rayondagi qalamkashlar tashkilotlari orqali o'z davlatlari hukumatlarga va munosabatli xalqaro tashkilotlarga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga topshirilib, Xitoy hukumatidan bu begunoh adiblarni qo'yib berish talab qilingan. Xalqaro qalamkashlar jamiyati 1921-yili Londonda qurilgan bo'lib, insonlarning yozish, fikr qilish va nashr qilish huquqi va yozuvchilar huquqlarini qo'g'daydigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari xitobnomasiga asoslangan dunyodagi nopusliq tashkilotlarning biridir. Jumladan mazkur tashkilotga marhum Ko'rash Ko'san apandining tirishchanligi bilan Uyg'ur qalamkashlar markazi 2008-yili rasmiy a'zo bo'lib kirgan. Shundaqla birdan-bir xalqaro tashkilot tarmoqidagi Uyg'ur tashkiloti bo'lib hisoblanadi. Qatar Chin agentligining xabarida qayd qilinishicha, Qatar amiri Tamim ibn Hamad al-Sani taratquv faoliyatlarini boshqarish va taraqqiy qildirishni maqsad qilgan hamda o'zining mustaqil hamchoti bo'ladigan va Ichki ishlar ministri kengash tomonidan ma'qullangan media shahri qurish qonunini tasdiqladi. Qurilmoqchi bo'lgan media shahri orqali Qatarda taratquv faoliyatlarini boshqarish va taraqqiy qildirish, xalqaro taratqularni, texnologiya shirkatlarini, axborot va digital taratquv sohasida tadqiq xizmatlari va ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullanadigan shirkatlarni bu shaharga o'tkazish maqsad qilingan. Media shahrining radio televiziya programmalarini taqitish, gazet jurnal, kitob nashr qilish va tarqatishlarga ruxsat berish huquqi shundaqla erkin rayon salohiyatiga ega bo'lish va yerlik taratqularni qo'llash ekan. Arab Birlashma Xalifligida Sky News Arabiya, CNN Arabiya, NBC Arabiya qatorliq cho'ng taratquv shirkatlari bor bo'lib, Qatar media shahri orqali xalqaro taratquv shirkatlarining jalb qilish markaziga aylanishni nishon qilmoqda. Do'g'abchilik Uyg'ur xalqimizning uzoq tarixiy taraqqiyotidagi xos ichimlik madaniyatining muhim namoyandasi. U kishilar yozning to'miz issiq kunlarida ichib huzurlanadigan, issiqini ya'ni qo'qoqni oladigan, mijozni tangshaydigan xususiyatlarga ega ichimlik. Uning xo'ruchi muz, qatiq, qaymoq, suv, üzüm şirniz qatarlıqlardan ibaret.
Sharq Turkistonda 4 fasl nihoyat farq ro'shan bo'lib, ajdodlarimiz mana shunday farqlarga asosan qishda kengligi 5-6 metr, cho'nqurligi 7-8 metr keladigan o'rak ko'lab, osti va atrofini qo'mish shox shumbi bilan to'sib, muzxona, ibtidoiy muz iskilat yasab, uningga qishda daryo ko'llardagi to'nglagan muzlarni qachilib saqlab, uningdan yozda foydalangan. Bundaq muzxonadagi muzni yozdimi xotirjam saqlag'ili bo'ladi. Şoň xalqimiz yozda, bulupmu oğma xaman mezgillardagi issiqlarda muzxonalardagi muzga qetiq, süzüme, ba'zida shirni qo'shib aralashtirib do'g'ab ichib hozirlangan. Bundaq do'g'ab tabiiy muzni asos qilg'achqa odam badaniga ziyon qilmaydi. Do'g'ab odatda bir necha xil bo'lib, muz, qetiq, suv aralashtirib tayyorlanadi. Bundaq do'g'ab sap do'g'ab yoki oq do'g'ab deyiladi. Yana bir turi muz, qetiq, suv, üzüm shirnisi bilan tayyorlanadi. Xas qaymoq bilan jigli sharbati, qora shakar yoki navat suvi bilan tayyorlanadigan turlari bor. Yazda oilaga mehmon chaqirganda mehmonlarga atab do'g'ab tayyorlanadi. Ilgari mahallada bir yoki 2 o'rinda muzxona hozirlanadi. Yazda uningdan hamma tang bahramon bo'ladi. Keyincha do'g'abchilik kasbi bilan shug'ullanadiganlar yurt-yurtlarda barliq keldi. Do'g'abchilik bozorga yuzlandi. Bugungi kunda bu kasbning bozorlanishi texnik tiz bo'lmoqda. Do'g'ab garchi tayyorlanishi oddiy, murakkab texnik talab qilmaydigan hunar bo'lsa-mu, lekin uningga xalqimizning oila madaniyati, mehmondorchilik eni, ichimlik madaniyati, kishilik munosabat qarashlari, sotsial psixikasi, sutchilik madaniyat qatorliq madaniyat andisi mujassamlashgan. Hozir bozorlarda setilayotgan do'g'abning muzlari sun'iy to'nitilgan bo'lg'achqa, uning pokizlik darajasi alohida yuqori. Muzxonalar qachilangan tabiiy muzlar hozir ishlatilmaydi. Xaridorlarning pokizlik bo'lgan talabi bargan sir oshmoqda. Do'g'abning xurujlariga hech qanday sun'iy xuruj aralashtirilmagan, sop, pokiz tabiiy ichimlik bo'lg'achqa, yoz kunida usigan har qanday odam bemalol iste'mol qila oladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.